Assalomu alaykum ekandoshlar. Qutbando kuningizlar bilan sizlar bilan men Qo'zi Boymurod. Buyursa mana sizlarga Razoq shahri Jashtiq ko'chasida dag'i bir o'ta so'nin jangi qurilgan uyda sizlarga polni obzor qilib ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, mana shu glavni yo'l bilan to'g'ri kesayni bu yoq tomonda mana Jashtiq ko'chasini Kanichka ostanovkasi bor. Mana shu ostanovkani oldidan chap qo'lga burilib, sho'l yo'l bilan tuz bosib tushib borsangizlar pishgan g'ishtdan jangi solingan uy 6 sotik jeri bilan sotiladi. Sizlarga videomiz yoqsa, obязательно bir-birdan like bosib, videoni ostida kommentariyada o'zingizlarda o'y fikrlaringizni yozib qoldirsangizlar bo'ladi. Do'stlar, dag'i bir bor aytib o'tamiz. Razoqov shahri Jashtiq ko'chasini marshrutka kelib qaytatilgan Kanichka ostanovkasidan ichaqa burilmay sho'l yo'l bilan tuz bosib tushib kelsangizlar, bu yoq tomonda mana ko'rib turgandek polni qo'shnilar bir necha yildan beri uylarni solib maza qilib yashayaptilar. Plyusmonda mana katta yo'lli bo'yida yangi transformatorlargacha qo'yilgan. To'xtam muammo yo'q. Do'stlar, mana shu transformator oldidan 100 metr o'tib borsanglar, sotilayotgan uy oldiga borasizlar. Do'stlar, ana shu transformator oldidan 100 metr to'g'ri o'tib kelsanglar, mana bismillahir-rohmanir-rohim deb sotilayotgan uy oldiga ham yetib keldik. Mana ko'rib turgandek to'g'ridagi mana gabrazni bo'lib solingan, ustlari konvert bo'lib yopilgan pishgan g'ishtdan jangi solingan uy sotiladi. Videomizni yanacha ko'rsangizlar, polni obzor qilib ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Ko'rib turgandek mana qo'shnilar bir necha yildan beri uylarni solib maza qilib yashayaptilar. Do'stlar, granitsalarni ham qo'ldan kelgancha aytib o'tamiz. Mana bu yerga yon tomon granitsa mana shu stoykalardan 20 ga 36 sotik tekis laxt yer. Bu yerga yon tomon granitsa mana shu tualetda orqa tomonidan. Do'stlar, dag'i bir bor aytib o'tamiz. Razoqov shahri Jashtiq ko'chasida mana shunday mana pishgan g'ishtdan jangi solingan uy 6 sotik jeri bilan sotiladi. Narxini 2 million 300 ming deyaptilar. Jazman oladigan odamlar bo'lsa arzon qilib kelishtirib beramiz deydilar. Qiziqqan aka-ukalarimiz uchun shu videoni ostida xo'jayin nomerlarini yozib qoldiramiz. Chalib, suylashib, kelib, ko'rib, jaqsa savdo qilib olishingizlar mumkin. Do'stlar, bu uydan ostida shunday cho'ng yo'l bor. Plus mana shunday uy tagida 9 ga 4 metrlik katta podval bor. Garaj desak ham bo'ladi. Mana do'stlar, uydan orqa tomondan ko'rinishi ko'rib turgandek mana uy orqa tomonidan ham chiroyli qilib mana ikkita oynalarni joylarini qoldirganlar. Bu uyimizning foydali tomonlari, uyimiz общий 3 xonadan iborat. Tagida 3 xona katta podvallargacha bor. Uy oldida katta naveslari bilan mana yuqori tomonda chiroyli qilib tualet qilamiz deb tualetda joylarini o'sha betonlargacha qo'yib qo'yganlar. Plus yuqori burchagidan havuz qilamiz deb havuzi joylarini ham chiroyli qilib qazib qo'yganlar. Do'stlar, bu uy sotib olgan odam kam bo'lmaydi. Hozir kelib oyna eshiklarni qo'yib, chotki qilib ichlari remont qilib, maza qilib kirib yashasanglar bo'laveradi. Bu uy yana bir foydali tomonlari, garaj qilib o'tirmaysizlar. Plus mana tagida bitta garaj, plus ikkita katta podvali bor. Podvallari ham tayyor skilad. Videomizni yanacha ko'rsangizlar, kirib uy ishlarini ham polni obzor qilib ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Ko'rib turgandek mana ustlarini ham chiroyli qilib konvert qilib yopib qo'yganlar kirishalarini. Yangicha dizaynerda qilib. Videoni ostida kommentariyada o'zingizlarda o'y fikrlaringizni yozib qoldirib, agar sizlarga videomiz yoqsa, bir-birdan like bosib, shu videoni jerala turgan, uyala turgan do'stlaringizga podelitsiya qilib jo'natib qo'yishni unutmangizlar. Do'stlar, mana uyning oldi tomonidan ko'rinishi ko'rib turgandek mana garajga oldi tomonidan chiroyli qilib xotlarni qoldirganlar. Plus mana shu uyni past tomonida chiroyli qilib yo'lgachayin 2 metr joy qoldirganlar. Bu yerga yon tomon granitsamiz shu burchakdagi ustaygadan. Bu yoq tomoni mana qo'shni imoratigachayin granitsa. Do'stlar, bismillahir-rohmanir-rohim deb mana uy ishlarini ham sizlarga kirib so'non qilib ko'rsatib o'tamiz. Mana orqa tomonda boya aytib o'tganimizdek mana ikkita xonaga rashat olib chiroyli qilib ikkita oynalarni qoldirganlar. Ko'rib turgandek o'rtaga olib pergardga qilingan yo'q. Ikkala xonani ham tagida ikkita katta podvallarigacha bor. Tayyor sklad. Bu yoqda 4 ga 4 metrdan ikkita katta xona bor.
Plus boya aytib o'tganimizdek mana bu yoq tomonda to'rga 9 metrlik katta garaj bor. Bu garajni ichiga bahozir ikkita mashina sig'adi. Xohlasalar bitta mashinani kirgizib yarmini sklad qilib qo'ysalar ham bo'ladi. Bu garajni ham betonlarni balandligi 2,5 metr. Do'stlar, mana to'g'ridagi eshikdan kirib borsanglar ikkita xonaga kirib borasizlar. Ko'rib turgandek mana bu yoq tomonda yana bitta eshik bor. Bu eshikdan kirsanglar garaj ustidagi katta mehmonxonaga rashat olingan 4x9 metrlik xonaga bu eshikdan kirsanglar bo'ladi. Mana bismillahirrohmanirrohim deb bu yoqni ham sizlarga qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'tamiz. Mana ko'rib turgandek garaj ustiga chotki qilib rossiyskiy 10ga 15lik moshni bolalardan tashaganlar. Plus mana pataloglariga ham qalin vassalardan tashab loylarni bosib qo'yganlar. Do'stlar, sizlarga sotila turgan uyni ko'rsatib o'tdik. Agar videomiz yoqsa bir-birdan like bosib qo'yishni unutmangizlar. Ko'rganingizlar uchun cho'ng rahmat.